Blackpink haqida 100 ta qo'rqinchli fakt. Qani ketdik. Video boshida shuni aytib o'tishim kerakki, faktlar qisman teoriyalarga asoslangan va 100% haqiqat emas. Lisa o'lim tahdidi tufayli konsertda zirhli kiyim kiygan. Jenni sahnada vahima tufayli hushidan ketgan. Jisooning bo'ynidagi shish xavfli kasallikdan dalolat bergan. Rose mashhur bo'lishidan oldin doimiy ochlikda qiynalgan. Jenni konsert davomida oyog'ini qattiq shikastlab olgan. Lisa sobiq menejeri tomonidan 1 milliard wonga aldangan. Anti-fanatlar Blackpink a'zolariga zaharlangan ichimliklar yuborishgan. Jisoo og'ir kasalligiga qaramasdan buni sir saqlagan va sahnaga chiqqan. Samolyotda guruh fanatlari qizlarning shaxsiy narsalarini o'g'irlashga uringan. Jenni doimiy ravishda nafas qisishi va charchoqdan azoblanadi. Konsert paytida chiroqlar portlab qizlarni qo'rqitib yuborgan. Lisa Tailandda bo'lganida uni o'ldirish bilan tahdid qilishgan. Jisooning tizzasidagi ko'karishlar qattiq mashg'ulotlar natijasida paydo bo'lgan. Qizlar kuniga faqat bitta olma yeb yashashga majbur bo'lishgan. Jenni ijtimoiy tarmoqlarda nafrat tufayli psixologik yordam olgan. Rose mashg'ulot paytida hushidan ketib kasalxonaga yotqizilgan. Lisa o'z yurtida xavfsizligi uchun maxsus qo'riqchilar bilan yuradi. Jisooning ovozi butunlay yo'qolish xavf ostida qolgan. Jennini mashina urib ketishiga bir baqiya qolgan. Blackpink a'zolari oylab oilasini ko'rmasdan qattiq nazoratda yashagan. Lisa chet ellik bo'lgani uchun uni ko'p kamsitishlariga duch kelgan. Jisooning sahnada burni qonagan, lekin u to'xtamasdan raqsga tushgan. Rose yolg'izlik va sog'inch tufayli depressiyaga tushib qolgan. Guruhning shaxsiy ma'lumotlari qora bozorda sotilgan. Konsertda qizlarning ko'ziga lazer nurlari bilan hujum qilingan. Lisa sahnadagi texnik nosozlik tufayli balandlikdan yiqilib tushgan. Jisooning yaqinlari anti-fanatlar tomonidan doimiy bosimga uchraydi. Jennining kiyimi o'ta torligi tufayli sahnada nafas olishga qiynaladi. Rose sahnada simlarga o'ralib qolib jiddiy jarohat olishi mumkin bo'lgan. Lisaga yuborilgan sovg'alar ichida o'lik hayvonlar topilgan. Jisooning immuniteti pastligi sababli tez-tez kasalxonaga tushadi. Jenni uzoq vaqt davomida uyqusizlikdan aziyat chekkan. Lisa mashg'ulotlar paytida qo'lini sindirib olgan. Qizlarning xonalariga yashirin kameralar o'rnatilgani haqida xabarlar bor. Jisooning sahnada yiqilishi uning umurtqasiga jiddiy zarar yetkazgan. Rose konsertdan keyin charchoqdan yerga yiqilib qolgan. Jenni nafratli izohlar tufayli telefonidan butunlay voz kechgan. Lisaning har bir qadami ashaddiy muxlis, ya'ni sasenglar tomonidan suratga olinadi. Blackpink a'zolari qattiq parhez tufayli soch to'kilishini boshdan kechirgan. Lisa intervyularidan birida u bilan bo'lgan qo'rqinchli hodisalarning barchasini ochiq-oydin aytib bergan. Sasenglar, ya'ni ashaddiy muxlislar Jennining mehmonxona raqamini buzib kirishga uringan. Miyon guruhdan haydalgach ruhiy tushkunlikka tushib qolgan. YG binosida qizlarning doimiy kuzatuvchi maxsus kameralari bor. Lisaning orqasidan poyloqchilik qilgan muxlislar guruhi aniqlangan. Guruhning 5-a'zosi g'oyib bo'lishi haqida sirlar mavjud. Rose tunda noma'lum qo'ng'iroqlardan qo'rqib xonasini almashtirgan. Jenni mashinadan ketayotganda sasenglar uni yo'ldan siqib chiqargan. Jisooning shaxsiy raqamlari hakerlar tomonidan o'g'irlanib tarqatib yuborilgan. Lisa sovg'a sifatida qonli xatlar olganini intervyuda aytgan. Blackpink a'zolari uchrashuvlar uchun qattiq jazolanadi. Guruhdan ketgan qizlarning taqdiri ko'pincha omadsizlik bilan tugaydi. Sasenglar Jennining kiyimlarini o'g'irlab kimoshdi savdosida sotishgan. Rose o'z xonasida notanish kimsaning sharpasini sezganini aytgan. Jisooning telefon raqami har kuni minglab odamlarga tarqaladi. Lisani o'g'irlab ketish rejasi internetda muhokama qilingan. Jennini ko'chada yurganda uni aqldan ozgan muxlis quvlagan. Guruh tarkibiga kirmagan qizlar qattiq shartnomalar tufayli gapira olmaydi. Sasenglar qizlarning axlatlarini tutib, shaxsiy narsalarini qidirishadi. Rose konsert vaqtida muxlis tomonidan otilgan narsadan jarohatlangan. Jisooning oilasiga noma'lum shaxslar tomonidan muntazam qo'ng'iroqlar bo'ladi. Lisa Tailanddagi uyida bo'lganida tunda juda shubhali tovushlarni eshitgan. Jenni sahnada o'zini yomon his qilsa ham tabassum qilishga majbur. Guruh a'zolari o'rtasidagi janjallar kompaniya tomonidan qat'iy yashiriladi. Sasenglar samolyotlarda biletlarni sotib olib, qizlarning yoniga o'tirishga harakat qilishadi. Rose muxlislar orasida o'zini xavfsiz his qilmasligini bildirgan. Jisooning xonasiga kirgan muxlis uning sochlaridan kesib olgan. Lisaning shaxsiy hayoti 24 soat davomida nazorat qilinadi. Jenni tushida guruhning tarqalib ketishini ko'rgan va yig'lab uyg'ongan. Sasenglar qizlarning uy manzillarini internetda pullab yurishadi. Blackpink a'zolari qorong'u xonalarda soatlab qulflab qo'yilgan degan gaplar bor. YG binosining 4-qavatida yosh qizning arvohi yashaydi. Whistle klipida kadrda ko'ringan shubhali sharpa muxlislarni qo'rqitgan. Jisoo mashg'ulotxonasida o'zi bilan gaplashayotgan arvohni ko'rgan. Guruh a'zolari tushlarida bir xil soyalarni ko'rganini aytishgan. Stay klipi suratga olingan joyda g'alati ovozlar yozib olingan. Lisa tushida arvoh uning bo'ynidan bo'g'ayotganini tasvirlab bergan. Blackpinkning kliplarida yashirin illyuminant belgilar
jinslar borligi haqida nazariyalar bor. Jenni uxlashdan oldin doim xonasida kimgadir Ket deb baqiradi. YG binosidagi lift o'zidan o'zi ishlamay qolishi arvohlar bilan bog'langan. Aynan Blackpink guruh a'zolari bilan juda ko'p paranormal hodisalar sodir bo'lgani aytilgan. Rose tunda kimgadir pichirlab javob berayotganini Jisoo eshitgan. How You Like That klipida haykallar tunda harakatlanishi aytilgan. Lisa arvohlarni ko'ra olish qobiliyatiga ega ekanligini ta'kidlaydi. Jisoo doimiy ravishda kimdir uni kuzatayotgani haqida shikoyat qiladi. Guruhning ba'zi qo'shiqlarida teskari eshitilgan shaytoniy chaqirishlar bor emish. Jenni tushida o'zining o'limini ko'rganini muxlislariga aytib bergan. YG binosida ishlaganlar tunda yig'layotgan qiz ovozini eshitgan. Liza o'zining La Liza klipida suratga olinayotganda g'alati ruhni ko'rgan. Blackpink a'zolari ba'zi joylarda suratga tushishdan qattiq qo'rqishadi. Guruhning qizil liboslari ba'zi madaniyatlarga o'lim belgisi hisoblanadi. Rose tunda pianino chalinayotganini eshitgan, lekin bino bo'sh bo'lgan. Jisoo tushida arvoh unga guruhning kelajagi haqida gapirib berganini aytgan. Lisa xonasidagi ko'zguda o'zidan boshqa kimsani ko'rib qolgan. Jenni mashinasining orqa o'rindig'ida noma'lum sharpa ko'ringanini surati bor. Guruh a'zolari sahnaga chiqishdan oldin maxsus himoya amallarini bajarishadi. Kill This Love klipi suratga olinganda barcha chiroqlar to'satdan o'chib qolgan. Jisoo uxlab yotganida kimgadir qarata "Meni tark etma" deb baqirgan. Lisa Tailandda eski ibodatxonada g'alati la'natga duch kelganini aytadi. Blackpink a'zolari tushida bir-birining o'limini ko'rishganidan qo'rqishadi. Guruh muvaffaqiyati uchun qandaydir qorong'u shartnoma tuzilgani haqida afsonalar bor. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Va do'stlar, tabriklasanglar bo'ladi. Biz 1000 ta obunachiga erishdik. Albatta, shular bilan to'xtab qolish yo'q, chunki bizda yangi maqsad bor. U ham bo'lsa 5000 ta obunachi. O'ylaymanki, sizlar bilan birgalikda bu natijaga birga erishamiz. Va yana kommentariyalarni ham o'qiyapman. Stray Kids va Baby Monster a'zolari haqida juda ko'p so'ralmoqda. Aynan mana shu videoga 500 ta like yig'ilsa, Baby Monster yoki Stray Kids haqida video chiqadi. Izohlarda aktiv bo'ling, chunki aynan keyingi video sizning idolingiz haqida bo'lishi mumkin. Sizlar bilan Azik Uz K-pop kanalida bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha